Navozon tomlari deganda siz ham hech narsa tushunmadingizmi aka? Men sizlarga buni to'liq tushuntirib beraman. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Kuninglar xayrli bo'lsin. Akalar, biz sizlarga yangilikni olib chiqishda to'xtamaymiz. Xullas kalom, hozirgi kunda mansard tomlarimizga shumni yutadigan va uzoq yil chidab beradigan yangi mahsulotlarimizni ko'rsatamiz. Ko'rib turgan cherpissamiz birinchisi har doim yopib turgan metal cherpissamizga birga bir. Yonidagi kompozitni, ya'ni gubka cherpissaga o'xshagan guli ham bor. Ushbu ko'rib turganingiz 170 ga 90 sm bo'lib, o'zimizni hozirgi kunda cherpislarimizga birga bir o'xshaydi. Akalar, bu holatda tomni yopsak qanaqa holatda chiqadi degan obunachilarimizga yopilgan joyini ko'rsatamiz. Ketdik. Ushbu ko'rib turgan holatlaring o'ta go'zal, menga juda ham yoqdi. Kanyoklari, karnizlari o'zgacha vid berib turibdi. Aka, xonadoningizga besetka yoki mansard qismlarini oldi ko'rinishiga shu holatda yopsangiz, va cho'tki chiqadi aka. Ushbu detalimiz necha yil xizmat qilib berishini hozir egalaridan so'raymiz. Aka, mahsulot ko'rdim, menga juda ham yoqdi. Endi bu mahsulotimiz qancha yil xizmat qilib beradi aka? Mahsulot xudo xolasa zavod tomonidan bizga garantiya 30 yilga berilgan, xudo xolasa. Naturalniy tosh ekan. Naturalniy tosh ekan. Tosh to'kilib tushib ketib qolmaydimi sizlar? Yo'q. Bitta ko'raylikchi buni. Ushbu ko'rib turgan tunukalaring hozirgi kunda ishlatib turgan shushaviy tunukalarimizdan. Bu shushaviy tunukalarimiz ko'pchilik glyansiga o'xshab qolyapti deyapti. Endi ikkalasining holatini ko'ramiz aka. Mana bu shushaviy, bu o'zimizning hozir yangi mahsulotimiz. Qaysi biri motiv ko'rinyapti aka? Endi bu ustidagi naturalniy toshi qirilib tushib ketib qoladi degan fikrdaman. Buni qirib ko'rsatamiz. Qo'limdagi 0.45 tunuka. Mustahkamligi yaxshi, lekin o'ta zo'r. Menga juda yoqdi. Ushbu ko'rib turgan tunukalarning 0.4 qalinlikda, usti naturalniy toshligi, orqasi alyumin sinligi $9.70 aka. Buni 0.2 qalinligi ham bor ekan, 870 ekan. Aloqaga chiqarasizlar. Kanyoga hamma narsasi o'zidan bor ekan. Agar sizni qiziqtirgan bo'lsa, manzilimiz Qo'qon shahar, Toshkentga ketish, nomerlarni qoldiramiz. O'zbekiston bo'ylab hamma joyga yetkazib berish xizmatlari bor. Faqat vodiy bo'ylab dastavkalari bepul. Shoshilamiz akalar.